Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda ta'lim vositalaridan foydalanish. Hozirgi zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchidan faqat bilim beruvchilik emas, balki kompetent shaxs bo'lishni talab etadi. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida bu juda muhim, chunki aynan shu davrda o'quvchilarda asosiy bilim, ko'nikma va qadriyatlar shakllanadi. Shu bois boshlang'ich sinf o'qituvchisining kompetentligini rivojlantirishda ta'lim vositalaridan to'g'ri foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Multimedia vositalar ovoz kuchaytirib beruvchi vositalarga aytiladi. Masalan, kolonkalar, mikrofon, naushnik, elektron doska, optik disklar. Kommunikatsiya vositalari bu murakkab dinamik tizimlar va uning axborotni qabul qilish, to'plash, o'zgartirish imkoniyatiga ega qismlar o'rtasidagi axborot almashinuvi, noverbal va verbal harakatlar natijasida axborot olish vositalari, masalan, kompyuter, telefon, televizor, sputnik. Pedagog dastur vositalar kompyuter texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini qisman yoki to'liq avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan didaktik vosita hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Ta'lim vositalari orqali kompetentlikni shakllantirish yo'llari. Darsda interaktiv usullarni qo'llash, o'quvchilarni faol ishtirok etishga aylantirish, o'quvchini raqamli resurslar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish, mustaqil ta'lim olishga yo'naltirish. Amaliy misollar: matematika darslarida animatsiya dasturi orqali misol yechish, ona tili darslarida audio vositalari yordamida talaffuzni o'rganish. Atrof muhit fanida virtual laboratoriyalardan foydalanish. Muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari. Texnik vositalar tanqisligi, o'quvchilarning raqamli savodxonligi yetarli emasligi, rivojlanayotgan hududlardagi infratuzilma muammolari. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda ta'lim vositalaridan samarali foydalanish muhim omillardan biridir. Bu nafaqat o'qituvchining, balki butun ta'lim jarayonining sifatini oshiradi. Zamonaviy vositalardan ongli va ijodiy foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. O'qituvchilik kompetentligining mohiyati: pedagog bilim va ko'nikmalar, psixologik yondashuvlar, didaktik vositalardan samarali foydalanish qobiliyati, raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish. Ta'lim vositalari turlari: an'anaviy vositalar, darslik, chizmalar, xaritalar, laboratoriya jihozlari. Axborot texnologiyalariga asoslangan vositalar: kompyuter, planshet, interaktiv doska, ta'limiy dasturlar. Innovatsion vositalar: multimedia vositalar, raqamli ta'lim platformalari, bularga kundalik, Moodle, Zoom. Pedagog dasturiy vositalarni quyidagilarga ajratish mumkin. O'rgatuvchi dasturlar: bularga o'quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi. Test dasturlar: egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo'llaniladi. Mashq qildirgichlar: avval o'zlashtirilgan o'quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi. O'qituvchi ishtirokidagi virtual o'quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar. Psixologik talablarga idrok etish, tafakkur, diqqat, motivatsiya, xotira, tasavvuri, yoshi va individual psixologik xususiyatlarni hisobga olish, shu kabilari kiradi. Texnik talablarga zamonaviy universal shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalar, test o'tkaziladigan manbalar kiradi. Tarmoq talablariga mijoz server arxitekturasi, internet navigatorlar, tarmoq operatsion tizimlari, telekommunikatsiya, boshqa vositalar kiradi. Estetik talablarga quyidagilar kiradi: tartiblilik va ifodalilik, bezashning funksional vazifasi va ergonomik talablarga mosligi. Maxsus talablarga quyidagilar kiradi: interfaollik, maqsadga yo'nalganlik, mustaqillik va moslashuvchanlik, ko'rgazmalilik, kirish nazorati, intellektual rivojlanish, kreativlik, ochiqlik, qayta aloqa, funksionallik,
Ishonchlilik. Pedagog dasturiy vositalar yaratishga qo'yiladigan talablar. Pedagog dasturiy vositalarni yaratish texnologiyasini amalga oshirish maqsadida ularning an'anaviy vositalardan ustunligini tasdiqlovchi qator ijobiy omillar mavjud. Mazkur omillar didaktik, psixologik, iqtisodiy, fiziologik guruhlarga ajratiladi. Pedagog dasturiy vositalarga qo'yiladigan didaktik talablarga quyidagilar kiradi: ilmiylik, tushunarlilik, qat'iy va tizimli bayon etilishi bilan birgalikda uzluksizlik va yaxlitlilik, o'qitish natijalarini o'zlashtirish mustahkamligi, muloqotning interfaolligi, o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish va amaliyotning yaxlit birligi hisoblanadi.